Yoshlarimizga murojaat bilan chiqmoqchi edim. Ayniqsa institutlarda tahsil olayotgan talabalarga. Mana men hozirgina ma'ruza o'qib chiqdim. Ilm fan haqida, O'zbekiston kelajagi haqida ko'p savollar berishdi. Ko'p yutuqlarga erishish uchun, endi bilasiz, yoshlar savolni shundoq beradi, tezroq erishish uchun nima qilish kerak deyishdi. Keyin men ularga o'ziga savol berdim. Zalga 50 ga yaqin talaba o'tiribdi. Qani ingliz tilini biladiganlar qo'lingizni ko'taringchi dedim. Bor yo'g'i 2 ta talaba ko'tardi. Boring, ba'zilari iymanib ko'tarmagandir, 5 ta talaba deylik. Undan oldinroq yana ma'ruzamda yana so'radim. Ingliz tilini biladigan talabalar qo'lingizni ko'taring deb. 4 ta 5 ta talaba ko'taradi. Hurmatli yoshlar, ayniqsa mana tibbiyot sohasida ta'lim olayotgan yoshlar, bittagina til, jahon tili deb nom olgan ingliz tilini o'rgansa, faraz qiling, ingliz tilida yozilayotgan adabiyotlarni 20-30 xilni o'qiydi. Deylik, nevrologiya, tibbiy psixologiya. Faqat Ibodullayev kitobini o'qib yurmasdan, o'sha Angliya, Germaniya, Amerika, Kanada, ya'ni ingliz tilida dars beriladigan institut kitoblarni o'qiydi. Qiyinmi ingliz tilini o'rganish desam, yo'q deyshadi. Agarda hozir boshlasa, keyingi yurish paytgacha kamida 5 balli IELTS oladi, 7 oladi. Yaxshi-ku. 3 yil oldin magistraturaga ingliz tilini bilganlar olinadi degandan keyin juda ko'p joylar bo'sh qoldi. Yana men hayratda qoldim. Qiyin emas-ku. Til markazlari to'lib yotibdi. Yoshlarda operativ xotira kuchli. Til o'rgansangiz, albatta yoningizdagi til bilmagan talabadan zo'r baho olasiz. Chunki siz ingliz tilida yoziladigan kitoblarni Yevropa, Amerika, boshqa rivojlangan davlatlarda berilayotgan, o'qitilayotgan darsliklar bo'yicha o'qiysiz. Endi so'zimni qisqa qilib aytaman. Hurmatli talabalar, til o'rganing. Ingliz tili dunyo ilmlarining eshigi. E'tiboringiz uchun rahmat.